Gentra mashinasi, ko'pchilik Gentra mashinasiga hozirgi kunda mana bunaqa Malibu rul yoki Spartino rul taqyapti. Tabiiyki rul ozgina bo'lsa ham og'irlashib qoladi. Biz bularga zo'r yechim qilib berganmiz. Rulni bitta barmoqda buriladigan qilib yumshoq qilib berganmiz. Ko'ryapsizlar? Yumshoqlik darajasini bildirish uchun bitta barmoqda sizlarga burib ko'rsatyapman. Bu zo'r komfort bo'ladi o'zingiz uchun. Katta tezlikda o'ngga, chapga olib qochib ketmaydi, mashina suzib ketmaydi. Chunki o'zimizning mashinani qilib, buni testini o'tkazib, anchadan beri 2 yildan beri haydab kelamiz. Xudo xolasa, komfort darajada bo'ladi. Ko'chaning ichida, tor joylarda, parkovkalarda chiqib ketishinglar oson bo'ladi. Bu mashinaga qo'shimcha polniy hadovoylarni remont qilib berganmiz. 4 ta amortizator hadovoyi noldan qilib yig'ib chiqarib berdik, xudo xolasa. Razvalga olib keldik, xudo xolasa razvallarni qilib egalariga tayyor holatda qilib topshiramiz. Kimga shunaqa kompleks ishlar kerak bo'lsa, bemalol o'ziga aloqa qilib olib kelsanglar bo'ladi. Komfort darajada rullarni yumshoq qilib, hadovoylarni ham yumshoq qilib topshiramiz.